Xayrli kun. Men sizlarga bugun juda ham bir go'zal bo'lgan gulimizni ko'rsatmoqchiman. -30 da, -25 da, ya'ni o'zimizdan anomal sovuqda ham gullab tursin deydigan mijozlarimiz uchun shunaqa marojnik gullarimiz bor. Juda chiroyli chaman bo'lib ochiladi bular. To есть mana o'zimizdan sovuqlar o'tib ketdi. Bugun mana 2-yanvar. O'shaning uchun 2-yanvar holatdagisi bu. Juda ham chaman bo'lib ochilgan, hamma yog'i gul. Biz огородimizga go'ng tashlaymiz. Har yiliga 1 marta, 2 marta tashlaymiz. Marojnik gullari suv juda ham yaxshi ko'radi, lekin soya joyda anaqa o'stirish kerak bo'ladi yozni issiqlarida. O'zimizni quyoshga lekin uncha chidamaydi. Biz soyaga ekkamiz. Qishda tushgan quyosh bular uchun unchalik zarar joyi yo'q. Bu mana rozoviy rangi deymiz. Shunaqa chaman bo'lib ochiladi. Adashmasam bunisi bordoviy bo'lishi kerak, hali ochilmagan. Bu g'unchasi. Bu bahorda ochilmaydi, yozda ham ochilmaydi, faqat qishda ochiladi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi mana. Gullari yerga qaragan. Undab qarasanglar juda ham chiroyli bo'ladi lekin. Bunisi oq. Mana. Bu oq rangi. Oq rangi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'pchiliginglar bu yil mendan sotib olganlar gullamabdi degansizlar. Mana kichkina holatdagisi ham gullagan. Bu o'zingizlarni qanaqa parvarish qilishingizga bog'liq. Ya'ni suvini vaqtida berib, yozni chillasida suvsiz qoldirmasdan, to'ydirib, ya'ni bo'ktirib yozni chillasida suv bersanglar, mana shunaqa kichkinalari ham даже gullaydi. Mana hamma yoq kichkinalari ham mana даже bu bordovisi mana ochilgan, mana g'unchalari. Bunisi mana kichkina oqi gullayapti endi. Bu aprel oylarida anaqa urug'ga kirishni boshlaydi. To есть urug'laydi-da. Urug'laganidan keyin urug' yerga to'kilib, o'sha urug'idan o'sib chiqadi yana tagidan. Mana kichkinalari, mana bordovisi.